Dongmen bozori. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlab tepish uchun Xeybov atritidagilar davomli sharqqa qarab ilgarilayotdi. Bu paytda ular Dongmen bozoriga yetib keldi. Yugamada ben geldim. Kursuğum içip öleyle dep kalgan idim. Oy, mening qo'sug'im ichib ketdi. Qo'sug'im ichib mag'durim qolmadi. Hammasi Gudonning kasabdi. U ushaq yemeklarni bizga bermadi. Bu narsalarni halqılık payt kelganda andi yeymiz. Ularga nima bo'lgandi? Değişik motoga bu etrafta kayada aşkhana var. Bu şehirde kişiler bekli hal etken o. Tadqiqot. Nemishqa mushu qo'ng'iroq ovozini ishlatasiz? Balalarim, sizlarning bu qadimgi Dongmen bozoridagi sabringlar biroz chapaliq bo'lishi mumkin. Shunga etyamada to'liq tayyorlik bo'lsin. Bulutmi Gudong. Nemishqa meni deydi? Egallishimcha, Dongmen bozoridagi ko'p qism yemekliklarni oshko'z yo'g'on qursoq deydigan biri yeb tugatganmish. Shahardagi kishilarmi doim degudek och qursoq yuriydi ekan. Esinglarda bo'lsinki, sizlar hozir faqat Gudongning ushaq yemekliklariga tayinib, vaqtincha qursoq beg'ib tursizlar. Tadqiqot. Mening tadqiqot vaqtim to'shib qoldi. Xayr, xo'sh balalarim. Boyaqi tog'aning yedigan gapini anglabla qo'rqib qochib ketgani bekor emas-kanda. Biz berib o yo'g'on qo'rsaqni topayli. Endi bu yerga xalq och qilib yurmisin. Aslida bundoq ishganda. Boshliq, siz yana biror yaxshi amal o'ylab chiqdingizmi? Albatta o'ylab chiqdim. Kim meni kishini maftun qiladigan kelishgan cho'chov bo'lib qolsin deb ekan. Bu qitim Xeybov atrofidagilar tuyishadigan bo'ldi. Yo'g'onigiz tez berib uchish asbobini qo'zg'ab. Xo'p, boshliq. Seni ahir topdim. Bali özger. Boshliq, nima bu? Titpaqa. Nima degan yumshoq? Nima degan tamlik? Nima degan elastiklik? Nima degan tatliq? Buni sana tayyorlamadim. Bo'ldi, o'ptara qarab tur. Bo'ldi, ish bitdi.
De. Haybal. Başlayaq. O hayballarının hamısını yevetdi. Mening planim nima degan mukammal plan. Bu zadi qandaq plan? Endi o hayvonni ko'rib qolsa darhol yugurib kirib uni yevetadi. Pek korkunçluk ekan. Bak tasliq ekan. Yiging bo'lsa o tarafda yana bor. Oyunun qiziqi endi boshlandigan bo'ldi. Men acep yetevirgende his qilmadim g'o. Bu qandaq narsa? Voy iliqi. Yo'g'on qo'rsoq darajadan tashqari nafsi yomon ig'irlik mohiri. Uning mahorati bo'lsa yemekliklarni sumirish. Salla ehtiyot qilmasanglar, u sizlarni yemeklik o'rnida sumirib yeyotidi. Shunga ko'pchilik nihoyat ehtiyot qilinglar. Sömürüp yevtidi. Bu mening yemakligim mening. Kudan yemesi tez onun gibi. Yo'q, yo'q. Benimki o menden ağırmaydı. Çekirge kodu. Ay. O mening yemakligimni yo'ratmadi. O zaten neyim kılmakçıydı. Acaba o hayvanı yemekçi miydi? Sen beni yemsen bu zaten neymişcin? Ay, hayvan ben seni kutkusay. Köpçülük ihtiyat kılınla. Hayvan! Balalarim, her qandaq talabni o'rindaydigan burtiq doktoringlar keldi. Burtiq doktor, yo'g'on kursa qizadi neymiş bağandı? Mening his qilishimcha, uning tishini qurt degandek qiladi. Qurut? Amisa men ko'rib baqay. Og'zingni yo'g'on och. Ha? Bu neydi? Bu narsaning qand tarkibi 200% dan oshadi ekan. Shunga tezda tishni qurt yeb bo'ladi. Bo'ldi. Endi qursig'ing og'rimaganda? Yo'g'on qursoq, esingda bo'lsin. Buningdan keyin hargiz qalayimqan narsa yeguchi bo'lma. Bo'lmasa tishing yana og'rib qoladi.
Neymiş boğandı? Ha? Çoğum yeliği yoğun qo'rsoq ablaq qo'zg'ini to'yg'izib qaytib kelgan gap. Bu gapcha u hayvonni yeb bo'pti de. Kim biladi, haybo atrofdagilarning hammasini yevatdim otaxi. Endi shoyimdan bir konservasiya yeb yeraydigan bo'ldim. Bu mumkin emas. Bu abjaq uskunda chatoq chiqdimi nima? Boshliq chataq bo'ldi. Yo'g'on qursak bizning ushlar asbobimizni bijutadigan bo'ldi. Demak, bunday bo'ladi, qizinglar.